Yoqalarni uchini qirrali holatda chiqara olmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Yoqa uchini 1 santimetrli choq haqqi qoldirgan holatda o'chadigan ruchkada chizib olamiz. Chizib olgan uchburchak joyiga bir qadam yetmasdan ninani tushirib kirgizib olamiz va bizaga shunaqa qalinroq ip kerak bo'ladi va orasiga kirgizib ninagacha olib borishimiz kerak bo'ladi. Taqalgandan so'ng bitta qadam yurib olamiz va yurib olganimizdan so'ng ipimizni o'zimizga qaratib tortamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek. Agarda siz ham tikish, bichish va modellashtirish sirlarini mukammal darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarni Mohir Chevar onlayn kursimizga taklif qilamiz. Ana endi ipimizni yoqa ichiga kirgizib olamiz va to'g'ri 1 santimetrli chokini berib olamiz. 1 santimetrli chok berib olganimizdan so'ng uchki qismlarini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz va oldi qismiga o'giramiz. Oldi qismiga o'girayotganimizda xuddi shu ipini tortsak, bizada uchli qirrali bo'lgan yoqamiz kelib chiqadi. Aytgancha, kurs haqida to'liq ma'lumot olish uchun kommentariyada Mohir Chevar so'zini yozib qoldiring. Ana endi ipini olib tashlasa ham bo'ladi. Mana qizlarjonlar, eng oson usulda qirrali yoqani chiqarilishini birgalikda ko'rib chiqdik va bu videoni eng yaqin tikuvchi dugonangizga yuborib qo'ying.